Shu video ijtimoiy tarmoqlarda juda ham katta bahs mulohazaga sabab bo'ldi. Ayrimlar Cobalt'ni aydor qilsa, ayrimlar Damas'ni aydor qilishyapti. Ko'ramiz. Keyin mana tez yuryapti, mana bunday deb sekin yurish kerak deyotganlar. Vaqt kelsa, sizlar ham shunday tez yurishingiz mumkin. Vaqt kelsa, hech kim aytolmaydi, men yurmayman. Qanday vaziyat tufayli. To'g'ri, men buni oqlamoqchi emasman. Tasdiqlab yurish kerak, lekin bu buni yutug'i. O'zini harakatlanish tasmasidan ketayotgani tushundinglarmi? Mana eng katta aybdor Damas haydovchisi bo'ladi. Yo'l harakat qoidalarining 53-bandga binoan haydovchi biron bir manyovr qilishdan oldin shu qilmoqchi bo'lgan manyovri boshqalarga xalaqit bermasligiga va xavf urmasligiga ishonch hosil qilish kerak. Va 55-bandga binoan haydovchi qayta tizilishda, ya'ni bo'yin o'zgartirishda qo'shni bo'yidan kelayotgan transportga nima qilish kerak ekan? Yo'l berish kerak. Mana qaysi biriga rioya qildi bu? Rioya qilgani yo'q. Kattakon bakoy orqali ko'zgusi bor, qaramaydi bir Damas haydovchilari. Orqasidan chiqib kelsa ham shunisi bo'lardi. Lekin to'g'ri kelyapti, ko'rish kerak bu to'g'ri kelayotgan avtomobil. Shuning uchun yo'l harakat qoidalariga rioya qilinglar, e'tiborli bo'linglar. Videolarimiz manfaatli bo'lgan bo'lsa, like bosib qo'yishingizdan chiqmasin.